Yo do'stlar, hammaga salom, sizlar bilan Java Games. Ko'rib turganlaringizdek, bugun keyboard, ya'ni klaviatura rejimidaman. Ko'rib turganlaringizdek, men 600-levelga ozgina qoldi, 573. Hozir admin abuse boshlandi. 3,5 millionta odam o'ynayapti. Boshlandi hozir mana. Buni videoni shunday boshladim, shunday admin abuse boshlandi. O'zlaring yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Sog'liqlar yaxshimi? O'g'lim nega qatnashmaydi? O'g'lim kechqurun bo'lgani uchun, soat 1da 11da bo'lgani uchun qatnashmaydi. Sizlar ham qatnashmayotgan bo'lishlaring mumkin, chunki kechqurun bo'ladi bu adventslar. Boshlandi takoy. Muzikani qo'ya olmayman, nimaga desanglar, oldingi safar avtorskiy prava berdi. O'shaning uchun qo'ya olmayman. Do'stlar, nima bo'lar ekan bugun? Hozir 2x win nimalar qo'shilar ekan? Bugun trade yonadi deb aytgan. Qanaqa bo'ladi? x50 enable. Menda x100 bor-ku. x50 bilan bosyapti bolalar. x100 bor bizda, x100. Mana bu x50 anaqa admin anaqa qo'shildi. Treadmill. O'zlaring yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Nima qilar ekanmiz? Bugun trade ochiladi do'stlar. Trade nimalarda trade qila olar ekanmiz? O'sha menga qiziq. Menimcha mana shu inventardagi itemlarda mana shu narsalarni trade qilsak kerak. Yana bilmadim. Maska chiqdi. Hozir mana bu joy ochiladi. Qani maska? Trade'da nimalar qo'shilishi mumkin? Kommentariyada yozib qoldiringlar sizlarning fikrlaring. Biz hozir buni bilib olamiz. 3-dunyodaman. Evet, 3-mi? World 3. 4-dunyoni ham 4-dunyo ochiladimi yo'qmi bilmayman. Uchun bugun ochib yuborishi ham mumkin. Bugun hozir adminlar yozishi bo'yicha juda ham qanaqa nima deydi? Crazy, jinni, vashi anaqa ta'riflab bo'lmas darajada admin abuse qilamiz dedi. Mayli ko'ramiz. Legendary 25. Menda bormi bu narsa? 25. Hammasi 25. Eng kichkinasi 25. Yo, TV player record on site 6 tur. Oldingi admin abuse'da o'zi rekordi 6 million 400 bo'lgan ekan. O'shani yangilay olamizmi deyapti. Sizlar kirganmisizlar admin abuse'ga? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Voy, x50 admin x50. Mana unaqa anav ochildi. Davay buzamiz. Menimcha rekordni buzib yuboradigan vaqt keldi do'stlar. Like'ni ham buzib yuboradigan vaqt keldi. Do'stlar, 2000 ta like o'g'limga monitor olishim kerak. Monitor hali olinmadi. O'g'lim Blizzardga ulab o'ynayapti. O'shaning uchun kechqurun mana shunaqa admin abuse'larni o'tkazib yuboryapti. Nimaga desanglar, Blizzardda endi tepaga qarab o'ynash ham qiyin-da. O'zi kecha video yozdik, ikkita video yozdik. Bugun yoki ertaga chiqadi u. Qiynalyapti o'g'lim, o'shaning uchun tezroq like bosib qo'ysanglar, monitor olib berardim. Yes. Nima diviziyani qilar ekanmiz? Bugun nima diviziya bo'ladi? Men bugun 600 yo 700-levelga o'tib ketishim kerak. Pizza battle birinchi bo'lib har doimgidek battle bo'ladi hozir. Aytayapti, birinchi battle bo'lyapti, keyin disco, keyin coin alliance. Bizga sayyoraliklar deyapti. Menga qiziq. Menga bundan ham ko'ra trade'da nimalar bera olar ekanmiz bir-birimizga. O'shanisi qiziq. Trade. Rebitdim nechida rebit qilaman? 100 da rebit qilaman. Shu 600 dagi rebitni ham skip qilib yuborardim. Hozir Robux tashlashim kerak. Robux tashlash uchun o'yinga bitta kirib chiqishim kerak. To'xtanglar. Admin abuse'dan keyin menimcha agar pizza boshlandi. Pizza yaxshi ko'rasizlarmi bolalar? Men juda ham yaxshi ko'raman. Qazili pizza yegim kelyapti hozir. Bizda soat 3. Hatta soat 11 da bo'ladi. Kechqurungi 11 admin abuse. Yevropalarda pik vaqti soat 7-6larda mana shunaqa vaqtga to'g'ri keladi. 200 ochildi deyapti. Bugun hamma narsani yo'q admin. Bugun hamma narsani yo'q. Men bugun 600-level bo'lib nima deydi? Rebit qilishim kerak. Перерождение. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi rejimlarda o'ynaylik, qaysi rejimlarni o'ynayapsizlar sizlar. Adminlar o'zlari bir narsalarni yozyapti. Boshlandi. Boshlandi, anavimiz boshlandi. Battle boshlandi. Eng yoqtirmaydigan deymanu, lekin juda ham normal narsalar beradi-da. Ya'ni normal narsalar beradi. Qaranglar, hozir biz pushti rangga oranjiy rangmiz. Coral. Ko'proq kubok yig'ishimiz kerak. Biznikilar men bu yoqdan boraman. Biznikilar 2x traffic enable 2 bo'lib beradi, yaxshi. 5 4 3 2 1 va biz yutdik. Pushti ranglar g'alaba qozondi. Qancha pul berasan? Qani, davay ber. Qani, 104 bu. Ko'ryapsizlarmi? Bu
o'zi qiziq bo'lmasa ham, battle qiziq bo'lmasa ham, lekin normalniy ana boost beradi. My team lost. Komandang yutqizdi deyapti. Bo'pti, sen o'zlari ham o'ynayapti shekilli-da anolar. Are you ready? Mask. Bizga kerakli odam Mask do'stlar. Mana bu joyda ochadi hozir Maska. Voy, nima bo'ldi? Ha, ochildi. Mana endi ochildi. Mana bu joyda ochildi. Start qilish kerak. Respawn. Ochildi do'stlar. Endi bu yerda suv osti dunyosi oldingi safar boshqacha edi. Qani suv osti dunyosida nima yig'amiz? Suv osti dunyosiga sayr. Yo'q, let's make swim little more. Ha, bugun suzamiz deyapti. Suzamiz deyapti, bo'pti. Ha, xuddi shu. Hali yana shu kubok yig'ish menimcha. Ha, nega o'lib qolyapman desam, klaviaturalarni olib tashirkanda qaysidir vaqt. Men shunisiga e'tibor bermayapman. Buni agar anaqalaring kam bo'lsa, kuboklaring kam bo'lsa, istanglar bo'ladi, lekin men maslahat bermasdim. Agar mana shu joygacha kelgan bo'lsanglar, o'sha 2x yongan paytda admin 3x yoqdi winlarga. Ya'ni unaqa ko'p kubok yuta olmaysizlar-da bu yerdan. Foydasi yo'q narsa. Shuning uchun buni ham skip qilamiz. Qarang, mana shu yerda o'lib ketyapti. Foydasi yo'q narsa do'stlar. Mana shuni endi adminlar bir narsa qilib yo'qotsa ham yaxshi bo'lardi. Bu bitta tepaga chiqib kelasizlar, bitta. Bir dona, ko'p emas, bir dona. Mana shunday chiqib kelasizlar. 1.8 bu anoda necha minut, qancha vaqt turishlaring kerak. Bundan ko'ra hozir aniga treadmill qo'yadi, bungacha kutamiz. Xo'sh do'stlar, o'zimizning anoga keldik. Ketdi endi. Endi bu yog'iga easy farm bo'ladi, easy farm. Birinchi mana bu joydan yaxshirog'i chiqsa 15%. Yo'q, yaxshirog'i kerak bizga, yaxshirog'i. Easy farm. Hozircha 150x kam bu. Juda ham kam. Pickups everywhere. Pizza. Pickups. Qanaqadir yashirin klaviatura qo'ydi bu. Negadir yashirin klaviatura qo'ydi. Hozir men o'sha klaviaturani topishga harakat qilaman, lekin 3-chi kanalga o'ta olmayman. Voy, sakratvordi. O'yinglar, bugun farm qilaylik-da. Men keyin bitta отдельно 1000x boshlandi. 574. Bugun farm qilaylik-da bolalar. Keyin men отдельно ozgina vaqt ajratib, men mana shu 2 va 3 dunyoni polniy o'tishga harakat qilaman. 2x Robux inventory gives you 2x nima? 507 millionta odam o'ynayapti. Hozir agar 6 million bo'lsa o'sha 10.000x yoqar ekan. Hozir 1000x da mana shunaqa kuchayapti. Hozir 10.000 bo'lsa bu zing bo'ladi. Hoppa, qorong'i tushdi. Nima ekan bu? Disko. Nima bu? Diskoga. Klaviatura. Klaviaturalar. Yig' klaviaturalar. Bu klaviaturalarni yig'ish kerak. Bu klaviaturalarni yig'ish kerak. Davay. Klaviatura. Disko klaviaturalar. Yonayotgandir hammasini. Mana shunaqa rejim bo'lsa bo'ladi. Boyaginaqa. Davay. Kelmay, to'xta. Menga pobeda kerak emas hozircha. Menga level kerak, level. 5000x yoqdi. Admin, rahmat, 5000x yoqding. 10 minut. 10 minut ichida 600-level bo'lishim kerak. Klaviatura. Yuguramiz do'stlar. 70 ga 6 million hozir 10 kani yoqadi. Yuguramiz bolalar, yuguramiz. Big o'y darochkada yuguramiz. 70 ga 70 ming odam hozir kiradi.
Sizlar ham o'ynashlaring mumkin. Yuguramiz bolalar, yuguramiz. Tinmay. Bir yoqda yana. 580. Yana 20 ta. Mana 20 ta level. Time to grind levels. Level ko'taradigan vaqt keldi. Mana 2 minutga yoqdi-da do'stlar, 2 minutga. Qanday qilib 2 minut ichida 600-level bo'lishim? Biz hammani 3-levelda bo'lishini xohlayapmiz deydi. Shuning uchun keyingi worldni ham ochamiz yaqinda deyapti. Keyingi dunyolarni ham ochamiz deyapti. Och uka. Bu juda ham g'aroyib bo'ladi, ajoyib bo'ladi deyapti. Och uka. Biz sen tarafdamiz. Admin bos. Shuncha donat qilib tashladim seni o'yiningga, davay. Pizza 20.000 x momento. Keyingisi 20.000 x. Точно 600-level bo'laman. 30 sekunddan keyin hozir 20.000 x ham yoqadi bu. Adminlar jinnida bor. Admin jinni. Boshqa so'z yo'q, boshqa ta'rif yo'q. Qaranglar, tezlikni qaranglar. Tezlik 586, 577 da boshladimmi? 570 da boshladimmi? Oddiy kirib o'ynasanglar borib, bunaqa level umuman ko'tarish iloji yo'qda. Donat qilib bir narsalar qilmasanglar. Do'stlar, qachonlardir biz ham nima deydi, adminlar bilan qo'shilib, adminlar bilan nima qilib chet el anavlar bor-ku, youtuberlar. O'shanaqasi birga qo'shilib adminlar bilan qachondir kontent qilarmizmikan. Men shunga harakat qilyapman. Sizlar kommentariyada yozib, podдержка qilib tursanglar, like'lar bosib tursanglar, xudo xolasa o'sha darajalarga ham erishamiz. Endi ularda chet elda ingliz auditoriyasi biznikiga qaraganda ko'proq bo'lgani uchun osongina erishadi bunaqangi adminga yozadi, boshqa qiladi. Bizda lekin sal qiyinroq, e'tibor kamroq. O'shaning uchun albatta like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, men albatta sizlarni ishonchlaringni oqlayman. Adminlarga yozib, xudo xolasa biz ham adminlar bilan brain root yoki boshqa rejimlarda content creator degan titullarni olib, aka biz ham mana shunaqa dijini qilamiz, anoda Robloxda mana shuncha odamim bor desam, ular ham mana podдержкani ko'rib, davay bos ukam deydi-da, menga ham narsalar beradi, sizlarga ham, menga ham plyusda, hamma taraf plyusda bo'ladi. O'shaning uchun like-da albatta bosib qo'yinglar do'stlar. 1000x berdi, 20.000, 10.000dan 3000x. Pastlashib ketyapti. Bu klaviaturadagilar pastlashib ketyapti. Nima bu ahvol? 10x win. Nima qilamiz 10x winni hozir nima qilamiz? Battle boshlandi. Bu trading ochildi do'stlar. O'ng tarafda trading. Your account policy does not allow trading. Trading unavailable. Nima deyapti bu? Qachon trade ochiladi? Do'stlar, trade ochildi. O'ng tarafda trade ochildi. Nega bu ochilmadi? Your account bir narsa deyapti. O'shaning mana yerda easy farmni davom ettirish kerak. Trade yoqding, mayli, xo'p. Nega bu your account policy does not available deyapti? Bilmadim do'stlar, qanaqadir nimasidir bordir shekilli edi trading. Xo'sh, time to pizza va 10k. 10k 10.000x va pizzani vaqti keldi deydi. 10.000x ham yo'q bor. Bo'ldi, yondi. 10.000x yondi. Mana qaranglar, tezlikni qaranglar do'stlar, tezlikni 590 600-level. Mana bu yondi. Your account policy does not available deyapti-da. Qaysidir bir narsasini yoqish kerak, значит. Do'stlar, bu narsa nimaga yonmayapti? Chunki Roblox ancha anovlarni nima deydi, xavfsizlik taraflarini ancha qilyapti, takomillashtiryapti. O'shaning uchun vaqt deyman, yosh cheklovi, mana shunaqa narsalarni juda ham mana ko'tarib tashlagan xavfsizlik uchun. O'shaning uchun hozir ochilmayapti. Buni ham hozir Robloxning ichiga kirib, akkauntda bir narsalar qilib turib, yoqish kerak bu trade'ni ham. O'shandan keyin yoqiladi. Chunki scam ko'p, chunki ko'pchilik bilmasdan yoki dadasining pullarini uxlatib olib, dadasining kartasini ishlatib, mana donat qilib yuboradi. Endi o'shaning uchun Robloxdagilar ham aybdor emasda. O'shaning uchun o'zlari mana shu narsalarni oldini olish uchun ular ham mana shunaqa narsalar qilyapti. Coin. Ketdi, coin yig'amiz bolalar. Ketdi, coin yig'amiz. Coindan normal narsa beradi. Coinni borib bu yerda yig'mash kerak-da, nari yoqda yig'ish kerak. Yo'q, odam kam bo'ladi.
Ketdi coin yig'amiz. Coin time. Yetdi. Ketdi. Coin 14-chi, birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda bo'laman men, qarab turing. 1 3 2 1 va men g'alaba qozondim. Top 1 shokoladniy trofey. Yana bir narsa berasanmi? 500x admin bir narsani yoqdi. Mana bu pobedani olaylikda, bo'ldi, qaytamiz. Admin yo'q endi. 5 ta level. Do'stlar, 5 ta level qoldi. 5 ta level. Do'stlar, admin normal shopda bir narsa qo'shdim deyapti. Bryussellik bir bo'lik. Ol buni. Degina. Bryussellik bo'lik. Nasıl berdi? Yo. Dominus kalla. Mana bu joydachi. Mana bu joydachi bir narsa qo'shdingmi? Yo'q, qo'shmadi. 150%lik. Yana bitta qo'shib yuborman shundan. Yana bitta qo'shib yuborsa zo'r bo'lardi, boru. Do'stlar, inventarda 150%lik vitamin. Tovuq aylantirib qo'ydimi? Nimaga kerak? Chicken event boshlandi. Tovuqlar. Bu meni eng yaxshi ko'rgan anaqa admin abyusim deydi. Tovuq aylantirib qo'ydi bizni. 2 oy bo'ldimi? Keyboard chiqqaniga 2 oy oldin qilganimda hammaga yoqqan deyapti. O'shaning uchun menga ham yoqadi dedi. Menga yoqmadi. Tovuqqa aylantirib qo'yish qanchalik, mana bu joyda ham tovuq aylantirish bor. Kerakmi bu narsa? Yo'q. Menga уже yetarlicha bor-ku. Golden hook 1 2 3 4 5 ta bor, 5 ta. Bas, bu yoqqa o'tib ketdi o'sha. To'xta. Do'stlar, to'xta. Men itemni hozir aniq qilaman, to'xta. 5 tasini kuchaytiraman. 1 205% ga. Davay, 1 2 3. Yaxshi. 1050 ga. To'xta. Yana bitta olish kerak. Yana bitta olish kerak. Mana shunaqa narsalar bor-da. 1055. Keltirish kerak. Yana bitta maska olish kerak. Do'stlar, yana bitta maska. Pizza. Davay, 600-o'rin, 600-level uchun. 10x yondi. Ketdi. 3 ta level. Jonivor, 3 ta level. Chorshanba kuni shu yerda bo'linglar va bundan ham jinniroq, bundan ham ajoyib bo'ladi deyapti. Chorshanba kuni kirishga vaqtim bo'larmikan? Ko'ramiz. Do'stlar, chorshanba kungi admin abyusdan ham video chiqishini xohlasanglar, albatta like tugmasini bosib qo'yinglar. Do'stlar, hozir 3-lokatsiyam, 3-worldni qanchalik darajada o'tarkanman, qanchalik darajada kuchayibman, hozir ko'ramiz. Qayergacha bora olarkanman? Bu joylardan o'tdik. Joylardan easy o'tdik. Hop. Bu joydan ham o'tdim. Bu tarafga sakradik. Hop. O'tdik. Hop. Yo-mayo. To'xta, shoshma. Bu joylar bilmayman, lekin birinchi marta kelyapman, bolalar. Voy, to'ralarda. Rang-barangligini qara. Fuy. Shoshma. Wow. Qayerga? Tarafga. Boss. 620-level kerak dedi. Yo-mayo, bu tarafga tezlik vahshiy katta, do'stlar. Ulgurmayman, 620 kerak. Ulgurmayman, do'stlar, mana shu yergacha kelyapman ekan. Mana shu yergacha. Tak, itemda stokda bir narsa yangilandimi? Yangilanmadi. Do'stlar, video mana shu yerda yakunlayman. Admin abyusam tugadi. O'sha yergacha boryapman. Endi bu yog'iga ozgina tezlik kerak, tezlikni kuchaytirish kerak. 600-level. 2 safardan beri 600-level bo'lolmayapman-da nimagadir. Bo'lmasam do'stlar, hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaring asranglar. Sizlar bilan Java Games bo'ldi. Hammaga xayr. Menimcha keyingi videoda уже mana shu aura emas, mana Infinity Trail'ni olamiz 3000 Robuxga. Keyin mana bu
1024 ham olishimiz kerak. Revit bor, sekin skip qilsam ham bo'ladi, lekin skip qilgim kelmayapti. Bo'lmasam do'stlar, hammaga xayr. Skip qilish ham pulli. Like bosib qo'ysanglar albatta qilamiz.